aka. Behijolat, ko'chib ketmaydi. Rossiyskiy laminatda bo'lgan, betiga ishlaydi. Silinib ketmaydigan darajada. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Men bugun Andijon viloyat Jahon bozoriga kelganman. Bilasizlar, bu yerdan juda ham ko'p video syomka qilganmiz. Bugungi video syomkamiz Asilbek, usta Asilbek akamiz bilan bo'ladi. Asilbek akam telefon qilib aytdi, "Keling uka, bir obunachilaringizga yangiliklar qildik, o'shini ko'rsataylik" deb aytdi. Keldik mana hozir Asilbek akamiz bilan mebelda narx-navollari qanaqa yog'ochda bo'lgan, stalistlari qanaqa, shular haqida batafsil gaplashamiz. Videomizni boshidan bittadan like bosib tursanglar, like sizlar uchun mutlaqo tekin. Biz uchun usta Asilbek akamiz uchun juda ham katta narsa. Charchamay ishlayapsizmi? Alaykum assalom, yaxshimisiz aka? Allohga shukr. Tuzaymizlar? Charchamayapsizmi? Rahmat. Like bossin Asilbek aka. Like bossa yaxshi bo'ladi. Siz ham endi like bosishadi aka. Qarang. Siz ham obunachilarga bonus qilib berasiz. Sizdan shukrullohdan chiqdim desa, Xudo xohlasa, mo'ka, shushulka, qo'shiq paddollarni qo'shib beramiz bonuslariga. Bonusini mana birinchi o'rinda aytdik. Bonusi mana Vodiy ahli kanalidan telefon qilyapmiz desanglar, like'larni bosib turib, obuna bo'lishinglar shart buning uchun. Mana shushulka, mo'kasi, hamma narsasi qo'shib beriladi. Mo'kasi, shushulka, semisitel, qo'shiq oladigan paddollarni qo'yib beramiz. Bu ishimiz Xudo xohlasa mana 290 ga 220 fonni ichlariga dor rezinoviy bo'lgan, behijolat. Materiallari qanaqa? Materiali toza akril. Kashtan firmaniki. Kashtan firmaniki. Stalishisalar Rossiya Glansevisidan bo'lgan. Behijolat. Bemalol ko'rib ana qilinadi. 100% apparat bosgan. Ichlariga dovuru, chekalarigacha rezinka. Apparatda bosilgan. Apparatda bosilgan. Behijolat. Yosh bolalar ham bir qo'li qolib ketsa qismaydi. Hamma yo'g'i zo'ridan bo'lgan. Glansevis stalishisalari ham. 3 metr joyga tushar. Orqalari kapelda bo'lgan. Chiqib ketib qolmaydi, mustahkam bo'lgan. Xudo xohlasa behijolat ishlarimiz. Yaxshi. Narxi necha pul endi Asilbek aka? Narxini 6,5 million deyatuvdik. Kamini qilib beramiz. Kelishilgan holatda. 6,5 million so'm. Aka, buni metrlarni yana bir qator takrorlab qo'ying. Metrimiz 290 ga 220. 290 ga 220. 3 joyga rosa tushadi. Bu yerga duxovka, gaz, vitichka, mikrovalnovka, gaz ballonlarga sharoitlar qilib qo'yganmiz. Zo'r. Mayillarga aristollar ham qo'yib olsa bo'laveradi. Bo'lmasa monti qosqon katta idishlarni qo'yaveradi. Bemalol, sig'oradigan darajada. Ellari chuqurli bo'lgan, chuqurliklari. Men tavsiya qilmayman bu yerga ariston qo'yishni, chunki endi har xil holat bo'lishi mumkin. Aristonni ochadigan holat bo'lib qolishi mumkin. O'shanda suv tomib bir qanaqadir bunga ziyoni tegishi mumkin, Asilbek aka. Bo'laveradi. Kimdir endi ashnaqa degan narsa ham bo'ldi. Men mashirimga aristonim tushar ekan. Oshxonamni o'ziga issiq suv kerak bo'lsa dedi, u yoqdan ulama olmayman, yaqinroq degan holatda bo'ldi. Bemalol o'ziga yetaveradi. Kimlar uchundir ko'rinmasdan ariston tursin deganlarga yaxshi variant. Xo'p, keyingilari. Bularimiz mana bozor razmer ishlarimiz 240 ga 220 bu ham. Bu ham 100% apparat bosgan behijolat. Rezinoviy ichlarigacha behijolat. Bularimiz xizmat qiladi Asilbek aka. Xizmati Xudo xohlasa nimasi 12 yil xizmat qiladi. 12. Hozir. Qo'pollik qilib ishlasa, uni u yoqqa 20 ketaveradi. Bitta insonni qaritadi Xudo xohlasa. Zo'r aka. Behijolat, ko'chib ketmaydi. Rossiyskiy laminatda bo'lgan, betiga ishlaydi. Silinib ketmaydigan darajada. Ana. Behijolat. Buniga ham bitta ishqa bering. Bularimiz bu ham hech narsa bo'lmaydi mana. Mana bemalol semirishga edimi, pichaqishga edimi silinib ketmaydi. Mustahkamliklari o'ta zo'r bo'lgan. Yaxshi, buni ham stalishisasi? Buniki Toshkent fabrishniy bu ularimiz. Ha. Yaxshi, orqalari kafelda bo'lgan. Orqalari kafelda bo'lgan bularni ham. Ichlariga da apparat bosgan behijolat. Oddiy kromka ishlatmay qo'ydik. Mana hamma yo'g'i rezinkali, 100% ko'chib ketmaydi. Xudo xohlasa xizmatini qiladi. Zo'r. Narxi necha pul? Metri bilan bir qator takrorlab turib. Buni metrini 1 million 700 ming so'mdan qilib beramiz. Pagonometrini. Mash turishi 240 ga 220, 3 million 600 kamini qilib beramiz. Yaxshi, Vodiy ahli kanalidan ko'rib telefon qilyapmiz. Desanglar kamini qilib beradi. Bozorga kelganda ham kanalning nomini aytish esdan chiqmasin-a. Kanalning nomini aytsa, skidkalarni qilib beramiz. Qo'ldan kelgancha. Yaqinroqda bo'lsa, dastlabkilarni ham qilib beramiz. Yaxshi. Bu akril fasonda bo'lgan? Bularimiz akril fasonda bo'lgan. Bu ham 290, balandligi 230. Lampalari bormaydi. Ha, svetlari 3 xil rangda yonadi. Yargi xira. Stalishisalari qalinlaridan bo'lgan. Nechilik stalishisa? 4 lik stalishida bo'lgan. Behijolat. Xizmat qilaveradi. Bemalol taxtaga qilib ishlatsa ham bo'laveradi. Pichoqlar ancha-munchaga tegmay ishlasa bo'lmaydigan holatda.
Bu ham toza turetskiy akrilda bo'lgan. Burasini ko'rishinglar mumkin. Bemalol ichlariga 100% apparat bosgan. Yaxshi. Bu yerga mana gaz baloniga joylar qo'yib qo'yganmiz. Bemalol mana gaz balon qo'ysa bo'laveradi. Bu yoqni ham mana ko'rishinglar mumkin. Bunimiz necha pul narxi aka? Bularni siz Shukrullo kanalidan chiqdim deganlarga 7 million kamini qilib beramiz. 7 million so'm kami bor. Mo'ka, shushulka, qoshiq paddolarni qo'yib beramiz. Bonusiga? Bonusiga. Zo'r. Keyingilarni ham ko'rsataversak. Keyingilarni ko'rsataveramiz. Mana ishlarimiz ham endi chang holatda bo'lib qoldi. Hurmatli obunachilar, aybga buyurmaysizlar. Bebozorlik sabab yaxshi artilmagan. Yo'q, yaxshi. Bunimiz 270 ga, 220 ga bo'lgan balandligi. Rossiyskiy toza laminatda bo'lgan. Bu ham behijolat 100% apparat bosgan. Menga shu shulkalarni qo'yib beramiz. Mo'kasi o'ngga, chapga deganlarga qo'yib qilib bera olamiz. O'ng chaplari bor. Bu ham rossiyskiy laminatdan bo'lgan, stalishisi Rossiya. Zo'r. Orqalari kafel, ha? Orqalari kafel. Kafel moda bo'lib ketdi. Ha, mana shu kafillar moda bo'lib ketdi. Keyin bemalol hali artsa ishlataveradigan, hech balo bo'lmaydigan holatda. Mana 100% ichlariga 1 kromkada bo'lgan rezinoviyda. Ko'chib ketmaydi, xizmatini qilaveradi. Zo'r aka, bu laminatda bo'lgani necha pul aka? Laminatda bo'lgan, buni 4,5 million kamini qilib beramiz. 4,5 million. Shukrullodan chiqdim deganlarga mo'ka, shushulka, semisitil, qoshiq paddoni bonus. Zo'r. Yaxshi. Bu yoqlarda mana hurmatli obunachilar, oshxona mebellarni ko'rishinglar mumkin. Xohlovchilarga buni ham ma'lumotlarni hamma narsasini berdik. Bularimiz mana shu 2 razmerda yana mana shu beradiganlar. Monolarimiz bor yana hamyon boblaridan. Bu ham akril ekan aka. Bu ham akril. Bozor razmeri deb qo'yamiz. Endi orqalari M debli. Bunimiz ham 240 ga 210. Xo'p. Shu moshalari vakuumli, sekin yopiladi. Bularimizni 240 ga 210, 2 million 700 ming so'm baho aytyapmiz. Shukrullodan chiqdik deganlarga bonuslari bor. Mo'ka nima, semisitillarni qo'yib beramiz. Zo'r. 2 million akril material. Hozir aytganlarimiz ichida eng arzoni shu bo'ldimi? Arzon nimalarimiz mashlar bo'ldi. Bu ham qo'lda bosgan qo'yib qo'yardik, ko'proq hozir bu zavodskiy Toshkent farbishning istalishini qo'yib qo'yganmiz. Zo'r aka. Xizmatni qiladigan narsa bu ham. Xo'p. Men bunisiga keladigan bo'lsak, balandligi 245 ga chiqadi. Shohona oshxona mebel so'ragan obunachilarimizga mana ko'rishinglar mumkin. Bundan ham zo'rlarini uyga borib, razmerlarini o'lchab, dizaynlarini chiqarib, klient ko'yniga qaraymiz. Xohlagan rangini tanlaydi, ko'ynini olib xohlagan rangni qilib beramiz. Toza narsa bular ham. Endi uyga tushishlari bor ranglariga. Mana qara rangni qilib bering desa, qilib bera olamiz. Zo'r. Ma'lumotlarni beraversiz. Ma'lumotlari bunimiz 420 uzuni. Bo'yiga kelsa 245 ga kelgan. Behijolat toza akril materialda bo'lgan. Bu qayerda akril aka bu? Turetskiy akril bu ham. Turetskiy akril. Behijolat ko'rib oladi. Ichlariga apparat bosgan buni ham. Ana rezinka. Rezinka. Nima edi nomi? PVH. PVH. Bu juda ham qalinidan qo'yiladi. Qalin, ikkiligidan qo'yilgan. Bularga sabab ikkiligini qo'ymasangiz toza narsa, chiroyli turadi-da. Mayllari ham juda ham katta, hurmatli obunachilar. G'aladonlari ham ko'p, bemalol ishlataveradigan holatda bo'lgan. Ichlariga mana qoshiq paddonlarni qo'yib beramiz. Shukrullodan chiqdik deganlarga mana bonuslarimiz bor. Mo'ka, shushulkalar qo'yib beramiz. Qoshiq paddonlar qo'yib beramiz. Qoshiq paddonlarni qo'yib beramiz mana. Behijolat mana. Aql donachalari chiqib qoldi. Ha. Uyinchi ham bor deb berdi. Bonusiga ham qo'shib berdi. Stalishnisalari ham qalin, to'rligidan bo'lgan, rossiyskiy behijolat. Orqalari granitda bo'lgan. Orqalari granit ekan. O'sha narsalarni ayting-da. Orqalari granitda bo'lgan. Mana granit, hurmatli obunachilar. Bu yerimizga gaz, vitichkalar tushaveradigan sharoitlar qilib qo'yganmiz. Tagiga duxovka yoki mikrovalnovka bemalol tushaveradi. Zo'r aka. Eng qiziq joyi narxi. Narxini bir pagonometrini 2 million 600 dan qilib beryapti-ku. Shukrullodan chiqdik deganlarga 2,5 million so'mdan qilib beramiz. Ichkiga qilib beramiz. 100 ming so'm har bir metriga 100 ming so'mdan 100 ming so'mdan tushib beraman. Kamiga Shukrullo kanalidan chiqdim deganlarga mo'ka, shushulka, qoshiq paddonni bonus qilib beraman. Zo'r aka. Bu yoqqa bir pagonometr degan kelgan holatimizga bo'ladigan bo'lsa, bu yoqqa 1 metrga balandligi 245 ga chiqadi. Polkalari mana behijolat 2 tadan 4 qator hisoblanadi.
Zo'r. Endi metrini balandligini sal pastroq bo'lsa, narxi pasayadimi aka? Ha, metrini pastroq qilib bering deganlarga pulidan pastroq qilib beramiz. Pulidan ozgina tushiriladi. Yaxshi. Yana bormi Asilbek aka? Yana mana shu mono ishlarimiz bor endi, bozor razmer ishlarimiz. Bulardan ham qilib qo'yganmiz-da, kimdir menga yengilroq ishlarimiz kerak desa, Puli yengilroqdan. puli yengilroq variantlarimiz bu. 2 metrga bu 210. Bu ham akril materialda. Orqalari MD moshi bu ham artib ishlataveradigan. Istalishni esa Toshkent zavodskoy. Ya siz ko'proq akrildan foydalanasiz ekan. Biz ko'proq akril qilamiz. Bu akrilda bleskini ko'rishingiz mumkin. Mayada ko'k quyosh tushgani uchun mana qanaqadir rangi jichcha ko'kroq. Ha, tepamiz ham qoraga to'silgan sababli jichcha boshqachaga o'xshab ko'ringan. Mana ikkalasi ham bir xil akril materialda. O'zi buni rangi temniy siniy ekan, ha aka? Ha, temniy siniy. Monolarimiz bor mana, mokri. Bu ham mana 2 metrlik razmer, balandligi 210. Narxi necha pul usta? Buni narxlarini 2 million 400 ming so'm kelishgan holatda qilib beramiz. Shukurlardan chiqdik deganlarga yo'lini qilib nima qilib beramiz. Yaxshi. Eshiklari mana vakuumli o'zi sekin yopiladi, hurmatli obunachilar. Xo'p, yanachi? Mono uzun variantdagi hozirgi 3 metr 290 shkapli ko'rsatganlarimiz uzun variant, shkapiyo variantimiz bu. Bu ham mana rossiyskiy stolishniy, beti toza turецкий, glansiy mana akrilda bo'lgan. Ichlari 100% apparat bosgan, PH. Zo'r. Balandligiga keladigan bo'lsa 230 ga chiqadi bunimiz. Buni ham 6,5 million kamini qilib beramiz deyapmiz. Shukurlardan chiqdim deganlarga bonuslarni qilib beramiz. Mo'ka shu-shulka qo'shib paddollarni qo'yib beramiz. Zo'r. Buni ham orqasi Orqalari kapel bo'ladi. Kapel bo'lgan ekan. Bemalol artib ishlataveradigan holatda qilib qo'yganmiz. Yaxshi. Usta aka yana bitta narsa. Men iltimos qilardim, har bitta sotgan odamingizga mayeriga ugalov qo'yib oling, yana ham uzoqroq xizmat qiladi. Yo'q, biz uni aytib o'tamiz, har bir mana o'zimiz bozorga kelib savdolashdik, tovarni berdik. Albatta mo'ka qo'yiladigan bo'lsa, bitta germetga olib berasiz deymiz. Mo'kani chekasi-yu, uymoq chekalariga yurgizib qo'yasiz deymiz. Sababi orqaga o'tmaydigan bo'lsa, mana narsa umuman suv tortmaydi o'ziga. Xizmati zavodda o'zi 10 yil garantiya beryapti mana narsaga. U yog'ini bir chorasini qilib mustahkamli ishlasa, xudo xolasa 20-25 yil xizmatini qiladi. Biz albatta aytib o'tamiz bu narsani. Sababi ma'nonasi emmaydi. Mo'ka qo'yadigan bo'lsa, chekalarni chiroyli germetkalar mayllariga ham qilib qo'ying deb aytib o'tamiz uni. Yaxshi, bunday polni maylargacha ham qo'yib olsanglar, bitta olib bersa yetadi. Ma'nonasi emmaydi, orqalariga o'tib qolsa, ishirib qo'yadi deb hammasiga aytib o'tamiz. Sabab zavod o'zi 10 yil garantiya beryapti bu narsaga. Hamma yo'g'ini qilib qo'ysa, xudo xolasa xizmat qiladi. 100% apparat mana, ichlariga davo rezinka, oddiy kromka qilmay qo'ydik. Eshiklari qalinrog'idan, ichlari sal yuqorog'idan rezinka qilib qo'yganmiz. Zo'r. Bunimiz ham mana ashaligi 290 bu shkapligi variantimiz mana. Buni masalan shkapini 10 chap qilib qo'yganmiz, bo'lari 225. Mana bu yoqqa kelsa 290, 3 metr joyga rosa tushadi. Zo'r. Bu ham akril ekanda? Bu ham akril. 100% toza akrildan, turецкий. Bemalol mana ichlarigacha kromka qilib qo'yganmiz, rezinoviy mana. PH yuqorog'idan qilingan, eshiklari qalinrog'idan bo'lgan. Zo'r. Usta aka endi bo'ldimi endi ma'lumotlarimiz? Ma'lumotlarimiz bo'ldi. Mana shu ishlarimiz endi. Mana monolarimiz ham bor, bitta bozor razmer ishlarimiz 240ligi bu. Bu ham akril ekan, ha? Akril bu ham. Biz laminat qilmay qo'ydik. Faqat akrilga bo'lyapti. Xudo xolisa olgan odam maza qilib artib ishlasin deyapmiz. Oshnaqa olaman, hurmatli obunachilar. Akril yaxshi. Ana laminatdan ko'ra, sababi maza qilib ishlatasizlar, hurmatli obunachilar. Muqarrarlar bleskini ham ajoyib oshxonangizga yana ham ko'rk bag'ishlab turadi-da bu. Bu endi bozor razmer arzon degan narsa bo'lmayapti. Bizda sababi buni ham rezinka qilib qo'yganmiz, eshigini chekalarini mana artib ishlataveradi. Behijolat ko'chib ketmaydigan holatda. Akril materialda. Bu uzunligiga keladigan bo'lsa 240 ga 210 ga bo'lgan. Pullarini 2 million 700 deb kamini qilib beramiz. 2 million 700 kami bor. Kami bor. Orqalari mo'shi artib ishlataveradigan. Stalishnisasi? Stalishni zavodskoy Toshkent. Toshkent. Yaxshi, bu ham yaxshi xizmat qilyapti. Bu ham xizmat qila oladi. Prosta firmasida farqi bor. O'zim ham uyimga mashinadan oldim shekilli, adashmasam. Glansiy bu ham iltillab turadi mana. Toshkent fabrikasi. Endi o'zimiz qo'lda yopishtirgandan ko'ra ancha mustahkamroq. Mustahkamroq. Sababi zavodda. Zavod. O'zimiz bosganga kafolati yo'q. Bular endi kafolat beradi zavod. Yaxshi.
Endi usta aka, bizni Vodiy ahli kanalidan ko'rib telefon qilayotganlarga nafaqat manaqa bonuslar qo'shib bering, ozgina pulidan ham o'tib bering usta aka. Kelishgan Ozgina holatda endi. vodiy ahlidan chiqdim deganlarga mana bonuslarni aytib o'tyapmiz. Bu ishlarimizga shulga qo'ysak, idish qo'yishga kammayib qoladi joylari. Shuning uchun moka, semisitel, qoshiq paddonlarni qo'yib beramiz. Buni g'aladoni o'ta kattami? G'aladoni rosa katta, ko'pgina sig'adi. Sababi 240, endi kichkina g'aladon qilsangiz, ana qo'yib ketib qoladi degan narsada kattaroq, ko'proq narsa sig'sin deb keyinroq qilib qo'yganmiz buni. Yaxshi, bu pastiga yana ikkita g'aladon qo'yib ber desa qo'yib beraverasiz. Qo'yib beraveramiz, qo'yib ber desa. Bu yerga hopga qo'yib foydalanadi. Yo mikrofonobga qo'ysa bo'laveradi. Zo'r. Usta aka, mayli, rahmat kattakon. Ma'lumotlar uchun salomat bo'ling. Obunachilar telefon qiladi, iloji boricha xalqning ko'nglini olib. Xudo xolisa Zo'r faqat narxlarda pulni qo'ying. olish emas, ko'nglini ham olish insonlarni. Pul topish oson bo'lmayapti. Hamma yo'g'ini chiroyli qilib beramiz. Xo'p, aka, salomat bo'ling. Sog' bo'linglar, rahmat katta. Xo'p.